Microsoft PowerPoint dasturida taqdimotlar yaratishni ko'rib chiqaylik. PowerPoint dasturi ishga tushgandan keyin kompyuter bizga bitta slayd qo'yib beradi. Ya'ni slayd deganimiz bu PowerPoint dasturining ish varog'i hisoblanadi. Demak, bizga kompyuter albom holatida bitta ish varog'i qo'yib beradi. Bu ish varog'larini, ya'ni slaydlarni ko'paytirish uchun dasturning slaydlar oynasidagi slayd ustiga ko'rsatkichni qo'yib, sichqoncha o'ng tugmasini bosamiz. Va hosil bo'lgan muloqot oynasidan dublirovat slayd yoki sazda slayd buyruqlardan bittasini tanlaymiz. Agar dublirovat slayd yozuvni tanlab chap tugmani bosadigan bo'lsak, xuddi tanlagan slaydimizga o'xshagan slaydning nusxasi qo'yiladi. Sazda slayd piktogrammasini bosganimizda, yozuvni tanlab chap tugmani bosganimizda esa, demak struktura jihatdan boshqacha, demak bizga slayd qo'yib beriladi. Mana shu tariqa biz kerakli sondagi slaydlarni hosil qilib olganimizdan so'ng, demak slaydlarga kerakli elementlarni o'rnatishni boshlaymiz. Buning uchun demak birinchi navbatda matnli ma'lumotlar kiritmoqchi bo'lganimizda zagolovok slaydi yoki podzagolovok slaydi bo'limlariga, demak ish varog'ining matn kiritishimiz mumkin bo'ladi. Mana demak zagolovok slaydi bu degani shu slaydning sarlavhasi degani, podzagolovok degani, demak bu unga taalluqli ma'lumotlar degani. Demak bu yerda ma'lumotlarni kiritganimizdan keyin keyingi slaydga o'tamiz. Keyingi slaydda demak biz misol uchun rasm qo'ymoqchi bo'lsak, demak vstavka menyusini ochib, risunik bandini tanlaymiz. Va u yerdan demak ixtiyoriy, demak shu hosil bo'lgan muloqot oynasidan ixtiyoriy rasmni tanlab, stavit tugmasini bosadigan bo'lsak, rasm demak ish varog'ining ustiga, ya'ni slayd ustida paydo bo'ladi. Rasmni o'lchamlarini o'zgartirgan holda uni joylashtirishimiz mumkin. Vstavka menyusini o'zidan yana boshqa elementlarni ham o'rnatishimiz mumkin. Mana masalan, diagramma qo'yishimiz mumkin. Mana diagrammadan turidan birortasini tanlab, chap tugmani bosib, OK tugmasini bossak, demak shu diagramma ekranda, demak slaydda paydo bo'ladi. Bu diagramma bilan birga bog'liq ravishda demak uning jadvali ham chiqadi. Bu jadvalni biz o'zgartirishimiz va unga demak mana bu yerdagi yozuvlarni to'g'rilab, kategoriya 1, kategoriya 2, kategoriya 3 va hokazo kategoriya 4larda hamda riyad 1, riyad 2, riyad 3larni ham o'zgartirishimiz mumkin. Mana misol uchun riyad 1 o'rniga hop boshqa so'z yozishimiz mumkin. Masalan, o'rin deb yozsak, o'rin. Xuddi shuningdek kategoriya 4da misol uchun hop turar ismi, demak birorta bir boshqa yozuvni yozishimiz mumkin bo'ladi. Hop, endi bundan tashqari yana demak biz demak diagrammadan tashqari yana boshqa elementlarni ham o'rnatishimiz mumkin bo'ladi. Mana misol uchun keyingi slaydimizda vstavka menyusi orqali biz Word art obyektini o'rnatishimiz mumkin yoki joriy kun yoki vaqtni, nomer qo'yishimiz mumkin. Mana tenglamalar ham yozishimiz mumkin ekan. Mana tenglama qo'yadigan bo'lsak, mana shu tenglamamiz demak ekran o'sha slaydda paydo bo'ladi. Buni o'lchamlarini glavniy menyusidan demak kattalashtirishimiz mumkin bo'ladi. Shu tariqa demak boshqa elementlarni ham o'rnatib chiqishimiz mumkin. Mana masalan, vstavka menyusidan video bo'limi orqali internet tarmog'idan video lavhalar olishimiz yoki kompyuterdagi videolarda mana o'rnatishimiz ham mumkin bo'ladi. Mana misol uchun kompyuterdagi mavjud videolardan birortasini qo'yadigan bo'lsak, mana qo'yadigan bo'lsak, bu demak video lavha
taqdimot namoyish etish jarayonida to'g'ridan to'g'ri demak ishga tushib ketishi uchun воспроизведение menyusini ochib, partial chkuni o'rniga avtomatik rejimini o'rnatganimizdan keyin va VAVS ekranini qo'yadigan bo'lsak, bunda taqdimot namoyish etish jarayonida ushbu video lavha to'liq ekranda demak namoyish etadi. Xuddi shuningdek boshqa elementlarni ham boshqarishimiz mumkin. Misol uchun mana demak zvuk bo'limidan kompyuterda mavjud bo'lgan mana audio fayli na kompyuter bo'limidan demak biz kompyuterdagi mavjud musiqiy fayllardan o'rnatishimiz mumkin bo'ladi. Mana misol uchun birortasini o'rnatib, uni eshitib ham ko'rishimiz mumkin. Mana yozuvlar demak shu yerda o'rnatilgan holatda turadi. Demak, bundan tashqari biz mikrofon orqali ham o'zimiz yozuv yozishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bu ovozli ma'lumotlarni ham avtomatik tarzda yoki sichqonchaning chap tugmasini bosish bilan demak amalga oshirish rejimlarini o'rnatishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari yana demak stavka menyusini o'zida turli xil shakllar qo'yishimiz mumkin. Mana geometrik shakllardan olib chizishimiz ham mumkin bo'ladi. Geometrik shakllardan tashqari yana vstavka menyusini o'zida demak snimak bandi orqali demak ekrandagi birorta bir shaklni demak ma'lum bir qismini mana belgilab turib, biz uni rasmga olgan holatda kompyuterda demak shu yerda shu slaydga o'rnatishimiz mumkin bo'ladi. Va mana bu demak taqdimotga elementlarni o'rnatish haqida edi.